أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bugünkü dersimizin teması Bedrin el-Kubra ve Bedrin el-Hadira. Çoğun Bedir gazete ve hazırki devrimizdeki Bedir gazete. Cevletani meymunatan. Cevlet degan aslida bir meydan, bir aylanish degan. İki mübarek meydan. Mesela bir meydan tutishda deymiz-ku. İki mübarek jang bo'lgan meydan. Ve ma'rakatani fasilatan. İki hal qilg'uch jang. Bu fasilatan deymiz-ku. Bu yan qilingan. Ve gurratani mudi'atani fi tarixil urubati vel islam. İslam ve Araplar tarixida nur chechib turadigan, nur yog'diradigan ikki tal oppoq narsa demoqchi. G'urra degan aslida otninki qashqisidan do'q chekishdagi oqliq. Anda bo'lmasa oq, ba'zida bir narsaning dastligi degan bo'ldi, masalan, g'urrat shahr deymiz. Keyin shunda oq nurona bir narsa ishlatilgan bo'lgan. Shunga bir hadisda İnne ummeti yub'atuna yawmal kıyameti gurran muhajjalin min athar al-wudu. Taharat tağıllık esirden kıyamet günü putu ak, çeksi ak, kaşka akı okşaş ayında mahşergahka kaytırıldı, kupuruldu. Tamam arada binkum an yutila gurratahu falyaf'al. Şuna ak yerlerine tekrar kenayda digerli olup kalsa nakisonanı mükemmel yüzün demek. İslam tarixida nur yağdırıp durgan iki tal nurana bir narsa bu. Yuzakkiruna bihima shahrus siyam. Aş iki jangni bizga mushu ro'za tutadigan mushu oy eslatadi deydi. Nima shu degan chog'da ikki Badrning hammasi Ramazonda bo'lgan. Hozir bu ikki Badr qasi bundan chiqibdi. Biz bir Badrni bilamiz. Bu shahrus siyam Ramazon shahrut taqvo, taqvodorlik oyi va sabr. Sabr qildigan, sabrchanlik ey. Vel ixlos, ixlos ey. Ve taqva aqwa sababin ilal qabuli kema yaqul Rabbul Izzat. İzzat egisi bo'lgan Parvardigorimiz degandek, bu taqvodorlik degan amal ibodatning ishlarningki qabul bo'lishiga eng kuchli bir sabab ey. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Allah Taala faqatla muttaqilardan qabul qiladi. Bu boshqalardan qabul qilmaydigandek, ya. İnnema degan yerda hasr ma'nosi. Muttaqilardan qabul qildi. Muttaqiyimiz qabul qilmaydi deganmi? Was sabr yantahi ila zafr. Ham sabr, taqat, sabatlik, chidamlik nega berib to'xtaydi bo'lsa, zafarga berib to'xtaydi. Zafar qushidi, tutudi, yengadi. Wal ikhlasu sirrun najah. Muvaffaqiyatli bo'lishning siri ixlosdir. Yani ihlas muvaffaqiyat qozonishninki siridir. Ve tahqiqul amal arzu umutlarning vujudga chiqishining siridir. Shahrun, yani hada shahrun nima? Bu ro'za tutilgan oy qanday aytsa, shahrun yattaju fihi al-muslimuna ila rabbihim bi ajsamin khifaf. Bu shunda bir oyki, Ramazon oyi. Bu oyda musulmonlar Parvardigoriga yenik jismlari bilan yuzlanadi. Chunki ro'za tutganda odam yengillab qoladi. Ve arwahin mashhunatin bil khayri vel qurbi min Allah. Allah Teala'ya yakınlık ve hayır ihsanlar bilen toldurulgan, hayır ihsan kaçılangan yanındaki. Şuna çok kaçılangan narsin şahin deyimiz. Yük maşinesinin şahine deyimiz. Aynı kaçılangan ruhlar bilen deydi. Allah Teala üzülündü. Yunaduna rabbahum feyestecibu lahum. Ula Parvardigarını çağırsa, Parvardigarı ulağa levey deydi. وَلَقَدْ عَوَّدَنَا هَذَا الشَّهْرُ الْكَرِيمِ. Bu isil ay sehilik iyi bizne şununla adetlendirdi ki en yemuddana bin nasrul mubin. Bizni iniq nusret bilen teminleşke könderip koygandı. Fima yenshibu fi eyyamihi min qital. Ramazan aylarında, günlerde bulungan, yüz berdigan uruşlarda iniq nusret bilen teminleşke bizni könderip koygandı. Yenişip degan yüz bergan, qo'zg'algan. Aslida nashr deganda ilmda degan gap asli. Lekin bu yerda yüz bergan, qo'zg'algan ma'noda. Wa abrazu ma'arikihi al-mudaffarati g'azwat Badrinil kubra. Ash Ramazonda bo'lgan
zafar quchgan g'azotlarning eng mashhuri ko'z ko'rinarligi cho'ng Badr g'azoti shu deydi. Va fath Makkata baladillahil harom. Yana Alloh taoloning haram yurti bo'lgan Makkani fath qilishmi Ramazon oyida bo'lgan. Va tafsiriha minal kufri wal awtan. Shu haramni kufrdan, butlardan, shirkdan tozalash vaqaligi bo'lgan. Va ma shahadnahu fi harbil qanal. Yana biz qanal urushida ko'rgan shu nusratmi shu Ramazon oyida bo'lgan. Qanal degan, Uyg'urcha qanal deymiz-ku? Suez kanali emas. Shunday demoqchi. Suez kanali. Burun İsrail 60-yillarda 67-68 yillik vaqtda Sinay yerim ornini besilib, shu Suez kanali o'tirda chegara fasil bo'lgan. Ondan 73-yili 10-oyda ma'lum bayram bo'lgan. 7 oktyabr degan. Hijriy 1393-yili Ramazon oyida, Ramazonning 10-kuni 73-yili 10-oyning 6 milodiy. Hijriy Ramazonning 10-i İsrail besib olgan zaminni ozod qilish jangi bo'lgan. Misr bir tarafdan, Suriya bir tarafdan, Suriyaning besib olgan zaminlarini ikki tarafdan İsrail hujum qilib, oxirida bir qismi shu jangda, bir qismi keyin kelishim to'xtamli bilan Misrning qo'liga to'liq qaytib kelgan. Ya'ni Misr o'zining zaminini ozod qilgan. İsrail lekin shu chog'da şu Sinay yerim aralığına kurgan istikamlarını dünyada bir efsane kılarken. Dünyada bunu bösep ötelediğin güç mevcut emas deb jarsağı var. Lekin Mısır şu çağda tüysüz hücum qılıplar Saadet'in vaqtida bösep ötüp ketken. Hozir Badr'in al-Hadira degani mush ekan. Suez kanalidan o'tgan Sinay yerim aralığına qaytarilish jangi Mısırning. Ahirda 79-yili David Lager'da, Camp David'da Amerika'daki Saadet'in İsrail'nin reisini Amerika keliştirip koyup Camp David kelişim namısını imzalagan. Ve ma eşbehel leylete bil bariha. Bariha degan akşam. Degan bu. Biz mesela keç qilib, keyin tong atsalam, ash keç qilgan kechlar bariha bo'ldi. Demak, bu kecha tushungan kechiga nima degan o'xshaydi? Yani bu xuddi takrorlangan bir voqealikdir. Tarix o'zini takrorlaydi degan gap bor. Bu ajab tushunchaklam bo'ldi degandek. Bu kecha o'tgan kechiga nimaga o'xshaydi degandek. Ma ashbah degan sig'i nima? Sig'i ta'ajjub. Ma af'alahu va af'al bih. Ikki sig'isi bor edi. Nima degan o'xshaydi degandek. لقد سميت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم المكان الذي وقعت فيه ببدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قيغان شو بدر غزوته شو غزات بوغان جاينن ناملا atılgan Bedr. Uyanım şu Bedir'de atılgansa, Bedir dediğin bir adamның bir kudu kuvveti şu adamның namıyla atılgan da buna deyil. Ve ahadat ma'arikatunal muasirati هذه التسمية تيمنا بأختها واعترافا بما بينهما من مشابهات. عند هاجر zamanımızdaki bu canımızdaki muş ismi nima Bedir deb ataldı? Bunun Bedir deb atıldık biz deydi. Nima şun desa tayammunan buqta. Ahның biz jüpti. Qarindishimiz sekil biz jüpti bo'lgan. Rasulullahning Bedir g'azatiga aning qartamini tabarruk bilib ani. Tayammunan degan bizning do'q tabarruk dedik. Maymun degan barakatli dedik-ku. Va i'tirafan bima baynahuma min mushabihat. İkisining o'rtasidagi ba'zi o'xshashliklar barligini e'tirof qilganlik jihatdan. Ishkilisi Ramazonda bo'lgan, ishkilisi hal qiluvchan hisobida bo'lgan ekan, biz shunda deb atadik. Farraqatul ghazwatu baynal haqqi wal batil. Rasulullohning qilgan g'azati haq bilan batilni ayirgan bo'ldi. Va ahrazat awwala nasrin lil muslimin. Musulmonlarning eng dastlabki nusratini qo'lga keltirgan. Ahraza degan qo'lga keltirgan. Fasumiyat g'azwatul furqon deb atalgan deydi. Qur'on Karimda yawmal furqon yawmal taqal jam'an. Demak, furqon g'azvati degan gap. Furqon jangi deb ataladi shuni. Endi bizning oktyabr jangimiz cho'raydi. Va farraqat ma'rakatu oktyabr baynal izzati wal hawan. Bizning shu oktyabrda bo'lgan mujahimiz izzat bilan xarliqning o'ttirini ayirib etgan. Unda ilgari musulmonlar xarlangan, zaminni ta'tirib qo'yib, Isroilning haramzadagi
müstəmizdə xarlanğan. Anıkən macam olğandıkən izzətini qaytırıb oldu. Xarlıqdan qutuldu. Vel qiyasu la ya'ba an tusamma ma'rakatul furqan. Biz qiyas qilib qalsaq, o'qishib qalsaq, macamnımı müşahidlik zamanında bo'lganmi shu. Oktyabr oyida bo'lgan jangni ma'rakatul furqan desak, ashunga tushib qoladi. Bumi chunki ashunda izzat bilan xarlıqni ayirgan bir fasil jang bo'lganlik uchun. لقد انحازت كثير من الدول إلى جانب إسرائيل في مجال الخدمات. Nurgun devletler sunulgan hizmet sahasında İsrail tarafını tutkan dedi. İsrail'e yan baskan, İsrail tarafı da boğan. İnhazat diye taraf tuttu diyeyim. Şu an o hareketi ademel inhiyaz bir taraf tutulgan bir hareket payda kılgan. Buna hareketi devlet ademel inhiyaz dedi. Bir taraf devletler teşkilat. Şu inhaz diyen bir taraf tuttu diyeyim ben. تقدم لها السلاح والرجال. İsrail yan baskan nurgun devletler İsrail kural Irak hatta askerime yardım kıldı dedi. Ve temudduha bil amwal. Pul mallı bilen teminledi onu. Yardım kıldı. İnqiyadan lima mala'a esma'ahum min diayatin vasi'atin makira. İnqiyad diyen aşınğa agishib ketib, boysunib ketib degan. Nima gelse ularning kulakları to'shab ketgan yalğan yapıdak hilinayranlık teşvikatlarga erişip ketdi. Makira degan ilgarigan bo'ldi. Diayat degan teşvikat. Yalğan yapıdak teşvikatlar qulluqliq to'shab ketgan. Allah agarlikdan İsrailni bu munda obdan begina qo'zichaq deb zulm qilindi deb o'ylab qilib, anıga yardım bergandi. Tuhawilul hatta min qudratil arab. Bu yalğan teşvikatlar Arablarning kuch qudratini tön kösüge uringan. Hatta degan tushirish. Endi ma savdo qilsak, o'zi fiqh kitoblarda chiqadi. Savdo qilib qolsak, bahani biroz qo'yib qo'ysa, haqiqat deydi. Haqiqat minatsaman. Bu yolg'on yapıda tashviqotlar Arablarning kuch qudratini tushirishga urinadi. Va tasavvur Isroil fi abra' ma yasil ilayhi al-mughannuna min al-khiyal. İsrailni qanday tasvirlaydi bu tashviqotlar esa Muğannun yani naqshchilar xiyol qilib yetgan eng xiyoli vahmiy bir xil shaklda ajoyib g'aroyib qilib tasvirlaydi buni. Abra degan eng yuqori degan. Yuqori pallada. Mimma askaral qavm. Demak, ash tashviqotlar oxiri bunda tashviq qilaverib, qanday qildi desa, ash xalqni hayrona has mas qilib qo'ydi dedi. Fahasibu anna hadha ad-da'iyya sahibul kalimatin nafiza. Şolar bu təşviqatın təsiriga uçrab, zəhərlənib bular. Nimdə o'ylab qoldi desa, mushu valad zina, da'iga valad zina deydi. Yoki dadisina ma'lum bor. Da'i. Otullim ba'da zalika zanin. Zo'q, zanin degan mushu da'i. Dadisi kimniki bilinmaydi. Shuna mushu haramdan bo'lgan, haram tamoqdan do'q. Mushu haramzada, endi haramzada degandan bunda akavr bahsini qo'yib lekin Mədə aramdan boğan demək. Aramdan boğan muşu farzandni sahibul kelimatin nafiz deb o'ylab qoldi. Nafiz degan gepi o'tadigan, ashunda nochi bir davlat deb o'ylab qoldi. Vel ilm ma'rifat egisi, gepi kuchlik, gepi o'tadigan va sulton fi tilkal mantiqati min al-alam. Mushu rayonda huquqliq, ilm ma'rifat, taraqqiyot egisi, gepi o'tadigan nochi davlat deb o'ylab qoldi deydi. Nima uchun buni bunda valad zina dedi İsrailni? Çünkü bu Rusya tarafı bilan G'arb davlatlarininki qonunsiz munosabatidan paydo bo'lgan haramdan bo'lgan davlatlar. Shu valad zina dedi. Ayol masalan qonunsiz ishtirasa, undan baltarasi daimimizga valad zina. Bu ichki davlatlar shunda qonunsiz munosabat qilsa tutishish, suiqasd planlash orqali, til biriktirish orqali o'tirda operida qilinib undirib qo'ygan bir davlat. Shu valad zina deydi. Walam yuqidhum min sakratihim. Demak, tashviqot, yolg'on yapıda tashviqotning zahriga uchrab, shun ta'siridan mas'ul qolganlarni maslikidan nima uyg'otdi? Hech nima uyg'otmaganda faqatla illa savtus sarih. Allakallada baqirgan odamning ovozidan uyg'otdi. Ve zairul usud. Sarih deganda allakalla degan bo'lsa, qana Allohu akbar deb kelishadi degandek ovoz bo'lishi mumkin. Baqiruvchilarning ovozlari, ho'kirganlarning ovozlari degandek, Ve zairul usud, arslanlarning ho'kirashlari. Bu Arabda har bir hayvonning ovozining ismi bor. Arslanlarning ho'kirashlari bilan anta masjidga yeshildi buni.
Bu arslanlar kimde? Mısır'ın cansızları. Fevkal husun ve sudud. Husun diye istihkamlar. Sudud diyen tosaklar mesela. Ya ki sepiltam diyendek. Toğan diyendek mesela. Sudud. Husun diye istihkam, korgan. Şunun üstünde arslanlarının höküreşleri onun meskinini eşittirip dedi. Fahakkal hak. Şunlar hak oldu. وزهق باطل يقلد إن الباطل كان زهوقا وأدرك الجميع هم بردك شنو بيتن أدرك ديجنا بزمن جنتو بلد شنو بيتن أن لهذه الديار حماة كماة يصبرون ولا يفرطون أننا اسمه أن حماة لهذه الديار ديجنا هم بردك شنو بيتيك مش ديارلارن مش زمنلارن كه حاملر var kurallık kahramanlar var. Bu hamiller, kurallık qoğduqçılar, sabır qıldıqanlar. Sabır qilishidi. Wala yufarritun. Qoğdaşda qusurluq qilmaydi. Boşanlık qilmaydi. Farrata degan to, boşanlık qilish, susluq qilish, qusurluq qilish degan to. Unda boşanlık qilmaydigan, sabır qiladigan qahramon qo'g'dug'ichilari barkan mavjudning igisi ekan deb tushunib ketamiz. Yesnaunal mu'jizat. Bu qahramonlar qanday qildi? Mo'jizalarni vujudga chiqardi. Mo'jiza yasaydi. Wala yad'un. Quruq da'vo qilmaydi, quruq po'atmaydi deganda, ya. Emniyat ish qilmaydi, unda qilgan, munda qilganda quruq po'atmaydi dedi. Iddia degan da'vo qildi deymiz-ku. Quruq da'vo qilmaydi, shu haqiqiy amal bilan ish qildi dedi. Wala yusarfirun. To'lgab qilmaydi degan. Tartar degan to'lgab qildi degan. Bu xotin haqligi bakrak sifat birimiz unda. Imra'atun tartara. وعندئذ نفض كل أليف خدعه البهتان يده من هذه المغالي. أنا شو شغلان ülpetleşken desek modalif diyene ülpetleşken küngen her bir devlet qanday qildi yedahu min hadil mughali mushu chekidni oshirayotgan badbaxtdan qo'lini tortdi. Xada'ul buhtan degani mush ulfat bo'lgan kishining da shu yolg'on yapadiq tashviqotlar go'llab o'tgan deydi. Va yolg'on yapadiq gaplar go'llanib buni ulfatlashib do'stlab yordam qilganlar shu haqni ko'rgandan keyin ondan hadab asta Isroildan nerib shu dedi. Fi wada nafsihi fawqa qadriha. Bu mughali qanday qilgan qanday oshirayotgan bu Isroil o'zidan cho'ngroq o'rinni qo'ygan bu. Masalan, Tom Geri nima qilsa, undan qilib istek bo'ldi bu. Mushuk unda istek bo'ldi, undan qilib siyilishdi. No'sha o'zidan nechasi yo'g'on ko'rib olgan bu. O'zini yo'g'on ko'rsatgan, din oshgan mush badbaxtdan qo'lni tortdi. Munosabatni o'zida. Khatiban wudda man kashafatil ayyamu an qudratihi alal man'i wal ata. Khatiban wudda degan ashunga bir yaqinchilik qilib gap qilgan bo'ldi. Xato degan masalan birisini ammoqchilab so'z soldirishni elchiyatimizga bu xoddamda yaqinlashsa qo'lda munosabatni qursa qo'lda deb nima qildi demoqchiman. Wudda degan do'stlikni demoqchi. Do'stlikni talab qilib elchiyat kirdi degandek, kimga esa man kashafatul ayyamu an qudratihi alal man'i wal ata. Kunlar uning beraladigan yoki yoq deyaladiganligini isbotlagan kishining deydi. Yani Mısır'ın ve yoq deyaladigan davlatgan bu degan mush Mısır'ning do'stligini talab qilib elchivatishga boshladi. Munosabat qursa qo'lda degildi dedi. Va asbahat ta'rifu annahu sahibul bilad va sayyiduha. Andan hammasi mush jutninki egisi, xo'jisi mushu Mısırkan deb tunug'ildi dedi. وتخلى عن هذه الدولة السليطة الشرهة كل من زين لها غرورها وزخرف لها أطماعها. مش دولة تشرت تخلى. مصر لا يقلش كباشلاب إسرائيل ناستا تشل ديدنا. السليطة سلوزن ديجي بس. وسيدنا بقول تزن. ولا تذكره. هم مسؤول ما شو تتتتب بنن تتب عشان ميتان لا بقارة لا بنن مقلقان أغز يمان أغز بزر كسكي دين أستغ مناسب أزداد منش. شريعة ديان أشكر. أنا زميني مؤاسم، ماني مؤاسم. bütün dünya ben koca olsam, ben başkasam da bunda toymaydıgan ne şerh deyimiz. Ya ki toymazlık kesili var Osmanlı şerha. İsa ise toyduğanını eskilmaydıgan çok. Bende bir kesil var. Demek muşunda aç göz, valaktak gör, muş devletini taşlattı dedi. Kim taşlattı? Kullu men zeyyene leha gururuha. Aşo
İsrailning mag'rurligi İsrailni boshqacha ko'rsatib qo'yganlar. İsrailning to'ytib o'zi mag'rur bizga bunda bizni hech kim undan qilib o'tmaydi deb atgan to'ylaridan gullanib qolganlar. Asta tashildi deydi. Va zakhrafa laha atma'uha. Uning tamollari endi chiroyli yasab ko'rsatib qo'ygan, yani o'zining ahvolini o'zini boshqalarga endi chiroyli ko'rsatib qo'ygan. Ay davlatni tashlab deydi. Zakhrafa degan naqshlagandek, gul kashtin qilgandek. Kama takhalla iblisul la'inu an mushriki Makkah bi Badr. Xuddi la'nat takfir iblismo Badr g'azotida Makka mushriklarini tashlab etgandek. Ba'da an va'adahum bin nasr. Boshda ularga nusrat qaznislar, men yordam bermaslar, mendan bo'laman deb va'da bergan turdi. Keyin tashlatdi. Shunga o'xshashlar İsrailga havu deyishayotganlarmi, keyin uni munosibini tashlatdi. Ba'da an va'adahum bin nasr wal jiwar. Nusrat va qo'dayma deb va'da bergandan keyin astikitlam tashlatganga o'xshashdi. Fi vaqtin alima fihi anna al-khalala wa takhawuf al-mufajaati yatatarraqu ila sufufihim. Qachanda desa bunning saplari cho'lg'ultidi, bo'shliq paydo bo'ldi va tuyuqsiz kelib qoldigan bunda xatarlar saplarini buzattildi deb bilgan chaqda uni tashkil etdi. Mufaja degan tuyuqsiz bo'lgan bir taxavvuf degan shu mufajadan qo'rqish, andish qilish. Lekin uning sepi bo'shab ojizlab qolganida hech qilgan chaqdan tashlab qochdi dedi. Fajahum fi jundun min ash-shayatin ala surati suraqata al-mudliji. Demek bunun tafsilat qanday desam, fahmshadan bayon qilib o'tdi. Shayton Makka mushriklariga boshda voy bunda deb yordam berma, boshqalardan ansirmaga men to'sab qo'yman sana nima qilganim deb Suraqa Bani Mudlij degan qabildan bo'lgan mush kishining shakli kirib shayton. U odamning xabari yo'q, ha? Makka mushriklari kelgan vaqtida Bani Kinana, Bani Mudlijga ma qabila, ikki qabila Makka mushriklaridan sal munosabat yaxshi emas. Makka mushriklari Madinadagi bu musulmonlar urushay desa, ikki dushman qabila bulg'i tegish qilsin ansir etdi Makka mushriklari. Shuna shayton Makka mushriklarining taqim kuchlantirish uchun shayton Makka mushriklarining raqibi bo'lgan qabilaning boshqa surtidagi Suraqa shakliga kirib olib, oxirdan nurg'un lashkarlar va kelib uchrashgan bu yo'lda. Uchrash biz sizga chaqilmaymiz. Xotirjam musulmonlar urushaveringlar. Men o'zimning qabilamga shu Bani Mudlij, Bani Kinana buni sizga chaqildirmayman, tutib tura olaman. Bizni ansirmaysizlar, andish qilmay urushaveringlar degan. Bu shaytonning ishi. Shayton shu Suraqa degan kishining suratiga kirib olib qiyg'a ochmoqchi. Ala surat Suraqa al-Mudliji. Suraqa ibn Malik, va ma'ahu qawmuhu qailan. Shayton shu o'zining qavm jamoatini, lashkarlarini agashtirib kelgan. Suraqa al-Mudlijining suratiga kirib olib. Shundaqda Quraysh mushriklarga la g'aliba lakumul yawma min-nas. An-nas nishad musulmonlar. U xalqdan tilni yengadigan yo'q. Mush jangda, mush qatim, mush kunda u musulmonlardan tilni yengadigan chiqmaydi. Va inni jarul lakum. Men sizning aqsibingni, ya'ni sizlar andish qilgan Bani Kinana, Bani Mudlij qabilalaridan tegish qilish xalqingdan men sizni qo'g'dab qolaman. Bizning qavm jamoat tegish qilmaydi. Men va'da beraman buningga demoqchi. Siz jivar degan bu atalg'on biz bir xilni bo'ldi. Abu Bakr kimning o'zi jivaratiga bu bir xil qo'g'dash ahdinamisi bu. Masalan, ikki qabilani qilgan bo'lsa, bir dushmanlashni qilgan bo'lsa, birisini o'zining qanot ostiga olsa, jivar deymiz. U o'zining zodi o'zidek yoki o'zining xotin balchaqlardek o'zini qo'g'daydi uni. Urushidi, qo'g'day o'ladi. Yani onunla hech kim çekilmaydigan şekilde qanot ostiga olishni jivar deymiz. O'z vaqtida Abu Bakrni birisi Ibn Dag'nama u Makka mushriklari azavrib shu qasm qilgan chaqda panolandigan. Keyin Makka mushriklari bu Abu Bakr Hoylista namoz o'qib Qur'on tilovat qilsa, Makka mushriklarining balchaqlari asta ishning suyiga kelib Qur'on anglab ta'sirga uchrab ketgandan keyin Makka mushriklari Ibn Dag'na yana nima qilib, "Ma adamga desam, uyda Qur'on o'qimasa, Hoylista" deb turgan ekan, u tanglik qilib Abu Bakrga mushu o'ylandi, bu Qur'on o'qimasan-kan degandan men sening panolandirish mushinimni rad qilma, yondirib beraman. Men Allohning panohligidan qilaman deb uni tashlab qo'ygan.
Bu civarımızda burunqa şu eritildeki bir kanun tüzümü bu. Hazırki ama diplomatik siyasi panalandırış degandek bo'lgan. Hatta iltahamat Safvan. Şunlar ikki taraf rasmiy giralishib jang boshlanib ketdi. Vara iblisu Jibril alayhissalom. Şuna jangda iblis Jibril alayhissalomni ko'rdi. Ama Allah Teala'nın inni umudukum bi elfin minel melaiketi munzalin musavvimin dedi ma. Men 5000 degandek. Şunlar Jibril alayhissalomni ko'rgandan keyin u tuniydan da iblis tuniydi. Ama başka tanısı iblis tanıydı. O Jibril turgan yerda patıl kaçırgan. Fetakhawwafa minhu. Şuna uyundan qo'rqib, ensirab ve yeduhu fi yedil Haris ibn Hisham. Şu çağda, şu jang bo'lgan chaqda quli ashunimizning qul deganda qul turibdi ekan. Haris ibn Hisham bilan. Ya'ni Makka mushriklarning qo'mondonlarining birisi bilan unda turug'likkan bu. Unda xotirjam bo'ldi, unda tuğa vaqt ekan. Şu çağ Jibril shunda ko'rgandan keyin fanaza yadahu min yadihi. Qul g'achchi tatibdi. Wa nakasa bi jundihi. O'zining qo'shinini, lashkarini elib tikibdi dedi. Nakasa degan orqa qaytib yeni oldu degan. Orqa qaytib ketdi. Ala aqabikum tankusun dedi ma Qur'on Karimda. Nakasa ala aqibihi deb bo'lmasdan. Orqaga yanda. Faqala lahu al-Harith ya Suraqa. Shunda Haris bu hayron qoldi-da, "Ey Suraqa, ataz'umu annaka lana jar?" Sen bizning unda dushmanlarimizni qo'dab qolma, panolandirma deb turatding-ku, debdi. Faqala inni bari'un minkum. Inni bari'un shuna shayton debdi. Inni bari'un minkum. Ya'ni men sizga bergan va'damdan hozirman, undan bo'shanib qoldim, mening va'dam yeni oldim bo'ldi. Hozir hech qanday sizga bergan so'zim yo'q. Inni ara ma la tarawun. Chunki innamshada ta'lil. Chunki men siz ko'rgan narsani ko'raman. Shunda bu bergan ahdisi yeni olganligining bir bahonasi ekan. Qo'y bizga sizni qo'g'dayma, bu da da'vat tunbayatan xijvatsan qo'ysa, men bo'ldi sizga bergan va'damda yeni oldim, hech qanday va'dam yo'q sizga. Chunki men siz ko'rgan narsani ko'rdim. Inni axafulloh, Allohdan qo'rqaman. Yani Allah Teala'nın cezasından korkmaya, qattiq müşahada qirilib tugab ketishimdan insirayman demakchi. Vallahu shadidul iqab mana. Allah Teala adabni qattiq adabli tutadi. Jazasi agar. Wa huna yabruzu as-salafu al-yahudiyyu al-mutahawwiru ala lisan Abi Jahl, za'im al-mushrikin fa yaqul mana müşahada salaf degan aramzarlik ekan ma'lum. Ismi aramzarlik. Akavurluq ha, o'zini cho'ng tutibunda yo'g'on so'zlaydigan. Al-mutahawwir degan yo'lsizlik qildigan, sayaqlik qildigan degandek. Yahudining aramzarlik, yo'lsizligi mana bu yerda Abu Jahlning tilida namoyon bo'ladi deydi. Bu Abu Jahl mushriklarningki lider eti shu chaq qo'mondan. Fayaqul ya ma'sharan nas, ey xaloyiq, la yahummannakum khizlan Suraqa. Yani Suraqaninki biz yardım bermey tashlab ketganligi endish qilmanglar. G'amimanglar undan deymiz. Xirlan degan yardım qilmay tashlab qo'yish. El-muslim aqul muslim la yaxdulu va la yuslimu. Yani yardımsız tashlab qo'yish bo'lmaydi. Musulmon qarindishini yardım muhtoj bo'lgan holatda yardım qilmay tashlab qo'yish bo'lmaydi. Dushmanga topshirib bersa bo'lmaydi. Va la qatla fulanin va fulan. Yani falan ustaның bunda çoğun adamlarınız öldürülüp gitti dep ondan bek korkab ketmiş sanım buldu. Vallat vel Uzza, Lat ve Uzza bilan qasamga deydi kafirlar. La narji'u hatta nuqrina Muhammadan ve ashabahu bil hibal. Qasam qilib debdi, biz Muhammad va uning hamrohlarini og'amchi bilan bog'lamagicha qaytmaymiz. Ne u shuna aramzalik bilan po'chtin. Mush yahudiylarmi burun shunda jar sağantı. Mush rayonni butun dunyo besha kelgan bu. Hech kim bizga o'tib demaydi. Bizning qilimizni tavartanmaydi, bizning istekamlarimizni besab o'tolmaydi, odatda qushim o'tolmaydi deb andan qilgan. Hatto barlik istekam deb mashhur. Bunga musharriy strategiya tadqiqotchilari buni dunyoda besab doim kuch yo'q deb anda jar sağ uzoq. Misr askari besab o'tdim. وليس يدري أنه بهذا الغرور يحفر قبره
وقبور جمهرة من أبطال قريش وفرسانها. Bu munda Haramzade bilan aljoq sizga vaqtida bilmaydi dedi. O'zining mushu mag'rurlik bilan o'zining qabrisini o'ziga o'rak qo'layotganligini va Qurayshning cho'ng qahramonlari, botirlari, chavandozlaridan ko'p qismininki qabrisini qo'layotganligini tuymaydi dedi. Haramzade bilan o'ziga va o'zining cho'ng qahramonlarga o'rak qo'yilgan. Abu Jahlni Badrda qanday o'tadi? 2 yosh bo'lib o'tiradi. Qandan Makka mushriklardan eng cho'ng kattalardan 70'i o'ldirildi. Haramzade bilan undan natija keldi. Va in kana li mawqi'ati Oktober tadbirun ja'alaha bari'at as-sur'ati wal mufajaa. Hamda Oktober bo'lgan Misrda Isroil qilgan jangning bir char tadbiri bo'lib, bu char tadbir orqali u jangni nihoyatda favqulodda tez va tuyuqsiz ushtin tut bunda qilayotgan bir saz char tadbiri bo'lgan bo'lsa, deydi. Bari'a degan nihoyat ustungan. Faqat kana zalika bu tadbir nereden kelib chiqqan aslida? Bu Rasulullohning qilgan ishidan ashun ulgu tutib, o'rganganlikdan kelib chiqqan. Faqat kana zalika ta'assiyan bima sana'ahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min azmin va sur'at mubadara. Demak, shu Isroilga qilgan hujumning bir alohidagi tuyuqsiz ushtin tut. Yani Isroilning xabari yo'q. Hujum qilar deb o'ylab qolmayman. Bizga hujum qilishning xiyolga kelamda deb parvosiz o'tgancha. Sadat harbiy qo'mondonini necha oy uyga bog'lab qo'ymay, balchaqlar bilan kurashtirmay, chunki xabar chiqib qolsa, Isroil tayyorlik bo'ldi. Aş bir yerga yig'ilib, so'lilib, ashunda tayyorlik. Hatto shu askarning o'ziga xotin balchaqlarni o'qimaydi. Ushtim tutilganni o'qigan ekan bular. Xiyol o'ttagan, aroq sarab ichib, beg'am holat tutganchadan tekkan. Demak, mushunda tuyuqsiz ushtim tut zarbish qilgan mushchara nereden kelib chiqqan? Rasulullohning Badr g'azotida qilgan charisqa iqtido qilganlikdan, Rasulullohning ulgi qilganlikdan kelib chiqqan edi. Ma'lumda jang usulida iqtido qilish deymiz buni. Namoz o'qishda, qo'l ko'tarishda, nima qilishda sunnatga ergashaman deb g'alaba qilmizga, bunda jang maydonida sunnatga ergashgan. Char tadbir qilishdimi Rasulullohning nimasini o'rgangan. Rasululloh mana nima qilgan sana min azmin va sur'at mubadara. Azm degan keskin iroda, sur'at mubadara degan tez ish tutish degan. Hinama qala sallallohu alayhi vasallam man kana zahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Rasululloh shu Badr g'azotida chiqadigan chaqda, Badr g'azotida 313 jang qatnashdimi? Badr g'azotida chiqadigan chaqda Rasululloh shu nimani anglablar. Hozir shu uliqqa endi ba odamlar bizdan chiqsin, g'atsiz manzon. Nimaga chiqib etizliqni berib, uliqni kelma, ayizga chiqib, etimni kelib olay deb nima qildim? Shu tayyorlanib gach manzon degan. Demak, shu bir soat chiqlam nima bo'lgan? Zahr degan mishada uloq, ha? Chunki biz dundizki menimiz bor. Qisqirganda zahr degan uloq demaymiz. Biz bilan billa uliqni minib chiqsin. Valam yantazir man kan zahru g'oiban. Uliqqa yo'q kishi o'zi uni saqlab turmagan. Meni bergan. Fakharaju va ma'ahum 70 ba'iran. Shundan ular 70 tugulan chiqqan. Qag'ilib ular izlayman deb piyoda chiqib bergan. Yata'aqabuna alayha. Bu 70 tugiga 313 kishi navbatda mingan. Juda bir atomatda ishga atomatda. Miqdor ibn al-Aswadning yana birisini aytadi. Yata'aqabuna degan navbatda ishminni dedi. Shu hadisda yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layl va malaika bin-nahar. Asr namozda bandag'imizda ismini almishdirga, endi almishni deymiz. Navbat almishni. As-salata wal-arba'a yata'aqabuna ala ba'in wahid. 4 ya 3 kishi bir to'gi navbatda minib mangan. Va qaidul jaysh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lashkarninki qo'mondoni ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yu'aqibu Aliyan va Marsadan ala ba'irin wahid. Ali bilan Martad ibn Abil Martad bu sahabe, bu ikki sahabe bilan Rasululloh o'shadan bir to'giga navbat minibgan. Fa idza ja'at uqbatuhu yoki aqbatuhu sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minishni o'tkazgan chaqda
قال له رفيقه وإيش كهمري أزرت أن مرتد كسه اركب حتى نمشي معك من واسطة سلم المايلة biz piyada mayda siz meni vastan vasil keldi desa Rasululloh aytgan ma antuma aqwa minni ala al-mash menishqa siz mendan bakrak mag'dullik emas va ma ana bi aghna an al-ajr minkuma asla ajrga savobga qanday muhtoj bo'lgan bo'lsanglar menmi bakrak muhtoj menmi ajrasam deyman jiqrab ajrasam deyman demak ya'ni sizlar ajrga muhtoj men savob ajrga muhtoj emas menda emas. وفي الجانب الآخر يزهو المشركون بكثرتهم. أنا قارش tarafta müşriklar özünün sanının köpüsü bilen daha küranlaşıdır. Zahv degan küranlaş. Ve kuvveti ba'sihim ve özünün kuşinin zor ekanligi bilan küranlaşmakta. Fenharun al-juzur küranlaşıp şunlar oyan tamasha rahat xotirjam holatda bular tugilarni bo'g'izlashib Tögü soyaqsınız ha. Cüzur degan cezurning köpsiki. Cezur degan töge. Cüzur degan tögeler demek. Ba'ir degan mi töge? Ve yerkebuna minha ve yasuqun. Ba'zini bo'g'izlab, ba'zini minib, ba'zini oldiga haydab taqa. Ortiq bundan ularlar ha. Oldida bunda nechini haydab mangdi. Qo'zg'asi birasini so'yib ber. Anda kan tasharat mo'qul. Japat atmay. Ve yamujuna fil uddati ve silah. Udda degan jangga tayyorlik ko'radigan uskuna, qurol yaraq aynasi. Silah degan qurol yaraq. Udda degan jabduqlar. Ya'ni jang jabduqlarida, qurol yaraqlarda do'lqullab bunda ehkammakda demek. Ya muz degan do'lqullaydi. Amwaj degan do'lqullar. Amwaj al-bahr. Qur'on karimda bor. Yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. وما أقرب هذه السورة من حاضرنا وما أقرب يمضمه صيغة تعجب ما أفعله وأفعل به مش كرنش حاضر يعني رسول الله دورك أش كرنش bizning hozir zamonda mush ko'rinishga nima degan yaqina bir o'xshab ketadi demak. Haythu nara Isroil, ya'ni bizning o'sha hozirgi zamonimizda, mush haythu degan mush hozirgi zamonimizda demakchi, vaqtni demakchi. Isroilni qira'atimiz deydi. Tanhalu alayha al-aslaha. Qurol yaraqlar uningga, ya'ni Isroilga hamma tarafdan to'kiladi deydi. Tanhal degan to'kiladi. Bo'lgan o'rakkan to'piningda qirdinda to'ksak nima bo'ldi? Ahali turadi. Tanhal degan to'kiladi, quyiladi degan. Wal itad mana jabduqlar, harbiy mashina, tanka degandek aynan aslan. Hatta tadiqa ruq'atuha, uning zeminiga patmay qolgandek darajada. Ruqa degan aslan qog'oz ya teri deganni bildiradi. Lekin teris takagidek, ya terisiga patmay qolgandek degan ma'no bo'lishi mumkin. Yoki zeminiga patmay qolgandek darajada qurol yaraqlar, harbiy uskunlar yig'ib tugilib turmoqda. Hatta tadiqa ruq'atuha an ihtimal ma hushida fiha. Hushid degan to'plandi. Shu Isroilda to'plangan qurol yaraq uskunlarni sig'diranmoqdek darajada zemini takib qilgan holatda shunda jib qurol yaraqni yig'ib ketdi. Fil vaqtilladi tadiqu fihi halaqatu at-taslih hawlana. Ayni vaqtda atrofimizga bizga qurol yordam qilish dairasi intayin qaribatdan bir chaqdi deydi. Min mubalig'in fi taqdir, ba'zi bir qisqalik qilib mubalig'a qilib bundan. Yo'q olan narsani birib bundan qilyapti, yordam qilganlarchidan. Va muhadirin fil madad, yoki harbiy hamdam bo'lib yordam qilishdan noit ogohnim qilib, diqqat qilib, ehtiyotchanlik bilan yordam bergan boshqa davlat huquqlari bo'lmaydi bu deb munda qilganlar. Aw mughliqun babahu dunana, yoki bizga yordam bergan ishkini taqib oldiganlar bor. Yordam qiling deb barsak ishkini etib oldiganlar bor dedi. Davlatlar. Baligan as-samana ma balag. Nech pul bo'lsa setib oldi, qurol setib bersak ishkini taqib oldiganlar dedi. Davlatning bakabir etmaydi. Pul setib berishga mo'yinda bo'lmaydi. Al-mizan yamilu fil aslihati maylan shadida. Bu jangning uyan-buyan bulash, tirajning ko'zi qurol yaraq masalasida uyan-buyan eg'irib ketgan bo'ladi. Şu kural kimde to'liq bo'lsa, shu yengadigan, shu utilgan ahvol bor. Walakin al-basalata wal-butulata la taqifu habisata ma fi aydiha min silah.
Lekin qahramonlik, botirlik, shajoat ma xislatlar qo'ldagi ba qurolga qarab o'tmaydi. Basala degan shajoat, qaysarlik. Butula degan endi qahramonlik, ha. Qo'lida ba qurollarga qarablam uyga so'nib o'tmaydi demiş. Habisa degan mahbub salat. Yani canның uyan buyan bo'lishi shu qurolga bog'liq. Qurol saz bo'lsa, shunga. Lekin qurol bo'lmagan ahvoldimi, qahramonlik, qaysarlik bo'lib qolsa, qurolga qarab o'tmaylam, talaydi demek. Fa nahnu famsha chunki biz kimning sulolasidan kimning pushtidan bo'lgan, kimning avlodi, sulalatu man kanu. Shunda bir kishilarning pushtidan, avlodidan bo'limizki, ular iza qasarat suyufuhum va rimahuhum, ular agar shamsharlari, neyzilari qisqalab qolsa, dushmanga yetmaydigan bo'lib qolsa, dushmanga tekkizolmaydigan, sanjamaydigan buni. Ashunda yetmaydigan kaltolab qolgan ahvolda wasaluha bi khutuwatin yataqaddamunaha nahwa al-a'da. Qanda tekkizgan odamlikda neyzi shamsharlar dushmanga tegmay qolsa, unda sanjisa, u chog'da dushman tarafga oldiga 2-3 qadamni elib, ondan tekkizdigan ashunda qahramonlarning pushtidan bo'lgan haqtoq bizga. Yani shunda shajoatlar, qaysar millatning avlodi biz demoqchi. Fatazhara alaymun nasr. Ashunda qilgan chaqda, ashunda jasorat, shajoat bo'lgan chaqda ondan nusrat alomatlari, bishoratlari ko'rinishga boshlaydi dedi. Alayn degan balki alomat deganlar. Ve ya'buru rijaluna ala juthatil a'da'i fil hadir vel ghabir. Ashunda bo'g'achqa shajoat, botirlik bo'g'achqa bizning erlarimiz, erkaklarimiz degandek, o'g'il bolalarimiz degandek, rijaluna. Rijalimiz degan to'q. Bu aksi deganlar bo'lmaydi. Ani xudnalarda va aksilar rijal demaymiz. Ha? Rijal degan ashunda kaqildigan mardan o'g'il bolani rijal deymiz. Ammo hakim emas, aksilar qolsin rijal emas. Anta rajulun va rijalu qalilun degan gap bor. Demak, bizning o'g'illarimiz hozirgi zamonda bo'lsin, o'tmishda bo'lsin, dushmanning jasadlarining ustiga dassab ashunda o'tgan deydi. Xuddamda ko'rikdan, kanaldan o'tashda, suvdan o'tashda dushmanning jasadini endi ko'rik qilib dassab o'tgan. Jasadlar. Jusatunning ko'pligi jusat. Val g'abir degan o'tmish. G'abirul azman deymiz. Qadimki zamonlarda deymiz. Qur'on karimning bağı g'abirdir. G'abirin ma. Yuraddiduna hada nida'al jamil. Mushu chiroylik chaqiriqni takrorlagan holatda, to'lab takrorlagan holatda, Allohu akbar deb to'lgan holatda dushmanning jasadini ko'r qilib o'tib ketgan ahvol bor. Allohu akbar, Allohu akbar. Fayartajju bihil makan. Shuning bilan shu joy, shu o'rin titrab zilzila kelib ketdi. Allohu akbarning dastidan. Xudo bir hadisda Valaddolins amin deb illik nima qilsa, masjid tashunda yartajjulab ketdi deb kelgan o, titrab ketdi, tavrab ketdi degan. Va tarjufu qulubul khusum, dushmanlarning dillari qo'rqinchga ketdi, qo'rqib ketdi. Rajfa. Nishachi bo'lsin? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.